Ya 60 milyon deyman so'rading, hech bo'lmasa, mayli 55 deyman dedim, 65 deyapsiz. 65 deyman so'rading, hech bo'lmasa. 65 deyman so'rayman. Ya 60 ning so'rayman. Ulatgan guringni aytaman, mayli. Gap o'zini yo'li. Moshin klassikasi yo'q, qol lyuks. Mana shuni lyuks kondisionerini 55 sotganman-da vaqtda. Endi vaqtiga sotganman. O'shandan keyin narxi tushdi. Men sotgandan keyin 50 million naqd pul beraman desiz. Ochiq kartada. Naqd 50 million shita sanaman. 2015 Nexia 2. Shu klassikasi yo'qligi uchun so'rayapman. 50 pasak. Yo'q, 50 pastlik qilmaydi. Kami yo'q aka. 55 lagan misol Kobul sentraldan beraman. Joy kelsa. Ochiq kartada. Lekin bir Nexia'ni ham 50 so'rash hozirgi kunga hammaga emas. 50 million naqd pul so'rayapman aka. Shu klassikasi yo'qligi uchun motor ochilmagan ekan, zo'r turibdi haqiqatan. O'sha uchun so'rayapman. Mashinaga 100% garantiya. Klassikasiga ham motoriga ham garantiya. Necha pul bermoqchisiz? Ochiq karta qilib bitta yo'l ayting-da. Men xalqqa aytib ko'raman. Xalq balki 60 emas. Hatto 55 bo'lsa beraman deng, aytib ko'raman. 60 bo'lsa beraman. 55 ham deng. Men 50 ga so'radim. 60 bo'lsa beraman. Deyin olmaydi. Chinchinak, mayli aka. Ko'ngil. Ko'ringlar akalar, kim olsa, xo'p, 60 million bo'lsa beraman deyaptilar aka. 2016 170 ming yurgan, motorlari ochiqsiz, kraskasi yo'q. 2015 Nexia 2 1.6 Honlux. Bitmay qolmasin. Siz sotgan keldingizmi aka? Sotgan keldim. Sotgan kelgan bo'lsa soting aka. Bitta guring 50 million o'zi kam so'rayman. Naqd pulga zo'r so'radim. Nima bergisi kelmayapti bilmayman. Endi 50 kamda aka. Kam deb bering aka. Mana 1 million qo'yib sotaman, ochiqcha karta aka. Ya kam aytmaydi aka. Kami bor aka. O'zbek kam qachon bitdi? Bitmaydi aka. Shu ko'ngilsa hech bo'lmasa 55 ming. Ochiq kartaga yorilibroq savdo qilaylik. 60 olmaslik mana xohlasangiz bozor ichi olib kelib ham shuni baqirib olamiz. 55 bo'lsa berasizmi ko'nglingiz? Men bitta gap aytmoqchi edim, ayta olmayman shu gapni. 55 desangiz men bir gap aytaman deyman. Siz o'sha gapni aytmaysiz, men ichimdan ayta olmayman. Ikkovimizga ham qolib ketadi. 55 Qarang. Xudoylik qilib gaplashaylik, to'g'ri kelaylik. 52 million naqd pul beraman. 53 million sotaman, faqat rozi bo'lib bering. Ya aka, olsa jonim bilan edi. Hamon narx qilmadim. To'g'ri kelsa berib ketaman, bo'lmasa chiqib ketaman. Ya mayli. Hech kim bir-birini majburlamaydi kerak. Hozir biroz sotgan keling deb so'rayman. Nasibada. Shunga rizqim agar qo'shilgan bo'lsa yeya olaman. Bo'lmasa yo'q aka, sizlar ertalab sotib olaman. Shunday. O'zlar notgan general. Keyin chiqadi ha mashinadan. Shunday. Hammasi Lekin 55 ham deb aytdim, ko'rdingizmi? Hech kim men olaman deb qo'lga kelmadi. Pul olmaychi edim o'shanga. Soting edi, baraka topsin, olgan ham sotgan ham. Bo'lmasa aka qarangda. Mana mujikcha ko'ringda 55 dan 2 million o'tin dokument hisoblanadi. 53 million qila olaman, faqat ko'ngilni yoyib bering. 55 dedim hech kim olmadi. 53 olib 54 sotaman. Endi bega rozi bo'ling faqat. To'g'ri kelsa yo'q akajon. 55 deb aytdim, hech kim olmadi aka. E'tibor berdingizmi? Lekin mayli 53 bering, 54 sotaman shu mashinani deyapman. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri kelsa aka, siz nimada? Ruslan aka, qarang. 55 deb xalqqa aytdim, oldingizdan o'tdim, hech kim olmadi. 53 million naqd pul, men o'zim sodam, unisi realniy narsa. 2 million o'tib bering, olaman aka. Hishtima qolmadi, 2 million qoldi. O'tib bering, olaman, savdosi bitib ketsin. Bitatgan joydan ketmang. Mana 1 million o'tib beraman. Ya, unda ham men 55 sotishim to'g'ri keladi, 55 dedimki. Nima farqi bor? Menga qarang, 1 million emas. Endi farq bo'lish kerak-da Ruslan aka. Yo'q, nomard emas. Nomard emas. Endi men naqd pul sanayotgan bo'lsam, nimadir farq bo'lish kerak. Bitta ko'ringda, 1 million emas. Aka, 1,5 o'ting, men shuni 55 sotmayman endi. 54,5 sotaman. 1,5 million o'ting, faqat mujik bo'lib. Barakangiz bormaganda aka, baraka. Voh. Qo'rqadi topingiz. Aka qarang. Hozir akajon shuni avzorni qo'yara. Avzora 2015 1.6 Honlux aka. Mashina Radno 170 ming yurgan, motorlar ochiqsiz. 52,5 millionga akamdan oldim. Ya 53,5 ga. 54,5 million pul sizga o'tibdi. Hozir 1 million men ishladim, bildingizmi? Siz shu 1 millionga rozimisiz? Menga 1 million qolibdi-da. 500 ming uchun o'tgan ekansiz siz ham. 55 da olmadingiz, 54,5 ming oldingiz. Qo'ying. Ruslan aka, mashinangizdan 1 million so'm men yeyman. Rozimisiz shunga? Tashkillayman.